Mana Andijon mashina bozorida Malibu XL. Mashinamizning yili 2023, 50 ming yurgan ekan. Kraskalari toza deyapti. Mana holatlarini ko'ringlar. Bir qo'l haydalgan deyishyapti. Malibu XL. Sizlar bilganinglarda Beskulchoy do'stlari bor mana. Salon holatlari ashib keladi. Dash odam o'tirmaganda 2023 50 ming yurgan. Salon holatlari parlament tomlari bilan chiqmasda Malibu XL Andijon mashina bozorida. Oldi kapotini ochgan. Ko'rib qo'yaylik. Naqa tortasam bunday qilib. Motor holatlari. Nechat holatda mana hozir bu narxini necha pul deyapsizlar aka? Bu narxi 27.800 dan o'tib beramiz. Andijon mashina bozorida Malibu XL 2023 50 ming yurgan. Narxi 27.800 dan jinni o'tib beramiz deyishyapti. Tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. 91lik 631 51 44 shu nomerlarga chiqaverasizlar.